Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Isroil Livan janubidagi o'nlab qishloqlarni egallab oldi. Tehron urushgacha bo'lgan raketa arsenalining 70% gacha qismini qayta tiklashi mumkin. AQSh Eron yuk kemasini o'qqa tutib qo'lga oldi. Kelishuvdan voz kechsa Eronni osonlikcha yo'q qilamiz. Tramp muzokaralar oldidan yana tahdid qildi. Endi esa batafsil. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, peshobda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas, bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vitronik 100% tabiiy kuchli tabobat inomi prostata bezdagi yallig'lanishni kamaytiradi, siydik yo'lini tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Vitronik ham sinalgan ham kutilgan mahsulot. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Isroil Livan janubidagi o'nlab qishloqlarni egallab oldi. Isroil armiyasi ilk bor Livan hududi ichkarisidagi o'z pozitsiyalari xaritasini e'lon qildi. Xaritaga asosan o'nlab tashlab ketilgan Livan qishloqlari Isroil nazoratiga o'tdi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Yangi xaritaga ko'ra sharqdan g'arbga cho'zilgan mudofaa chizig'i Livan hududi ichkarisiga qarab 5-10 kilometrgacha kirib boradi. Isroil ushbu hududda maxsus bufer zona tashkil etishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Isroil harbiylari mazkur hududdagi Livan qishloqlarini vayron qilgan va buni Isroil shaharchalarini Hizbulloh hujumlaridan himoya qilish deya izohlagan. Isroil avvalroq Suriya va G'azoda ham shunday bufer zonalar tashkil etgan. Hozirda shu tariqa G'azoning bir qismini nazorat qilmoqda. Isroil zarbalari sababli o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan livanliklarning qaytish masalasi esa noaniq. Isroil harbiylari bu borada izoh berishdan bosh tortgan. Livan xavfsizlik xizmati manbalariga ko'ra, tinch aholi belgilangan chiziqdagi ayrim qishloqlarga kira olgan. Ammo janubiy hududlarning aksariyat qismiga kirish hamon taqiqlangan. Isroil mudofaa vaziri Israel Katz 19-aprel kuni Hizbulloh foydalanayotgan chegaradagi uylar buzilishini aytdi. Askarlarimizga tahdid soladigan har qanday inshoot va portlovchi moddalar qo'yilgani o'rnatilgani gumon qilingan barcha yo'llar zudlik bilan yo'q qilinishi shart, dedi u. Isroilning Livanga qarshi hujumlari 2-mart kuni boshlangan. Vaziyat Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomaniy 28-fevral kuni o'ldirilganiga javoban Hizbulloh Isroilga raketalar uchirgandan keyin keskinlashdi. Livanga qilingan hujumlarda 2000 dan ortiq odam halok bo'ldi. 1,2 dan ortiq kishi o'z uyini tark etishga majbur bo'ldi. BMT ekspertlari tinch aholini majburiy ko'chirish insoniyatga qarshi jinoyat ekanini ta'kidlagan. Tehron urushgacha bo'lgan raketa arsenalining 70% gacha qismini qayta tiklashi mumkin. Eron, AQSh va Isroil bilan qurolli qarama-qarshilik boshlanishidan avvalgi harbiy raketa zaxirasining 70% gacha qismini tiklashga qodir. Bu haqda mahalliy ekspertlarga tayanib The New York Times xabar berdi. Ta'kidlanishicha, bir necha hafta davom etgan faol raketa hujumlaridan so'ng ham Eron ixtiyorida zarbdor dronlar zaxirasining qariyb 40% va raketa uchirish qurilmalarining 60% dan ortig'i saqlanib qolgan. Bunday hajmdagi qurol-yarog' kelajakda kemalarning Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishini to'sish uchun yetarli hisoblanadi. Nashrning yozishicha, sulh kuchga kirgan paytda Tehron o'z raketa tizimlarining taxminan yarmidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan. Biroq keyinchalik Eron tomoni yerosti g'orlari va himoyalangan bunkerlarda saqlanayotgan 100 ga yaqin qurol tizimini olib chiqqan. Bu esa mavjud arsenalni urushgacha bo'lgan ko'rsatkichlarning qariyb 60% gacha oshirish imkonini bergan. Eronning raketa zaxiralarini baholashdagi farqlarga qaramay, Amerika idoralari vakillarining fikri bir masalada yakdil. Eron zarurat tug'ilganda mintaqadagi dengiz qatnovini falaj qilib qo'yish uchun yetarli miqdorda qurol-yarog'ga ega, deyiladi maqolada. AQSh Eron yuk kemasini o'qqa tutib qo'lga oldi. AQSh harbiylari 19-aprel kuni Ummon ko'rfazida suzayotgan Eron kemasini o'qqa tutib qo'lga oldi. Kema Eron Bandar Abbos porti tomon yo'l olayotgandi. Bu haqda prezident Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Eron bayrog'i ostida suzuvchi, uzunligi qariyb 900 fut bo'lgan va og'irligi deyarli aviatashuvchiga teng keladigan Touska nomli yuk kemasi bizning dengiz blokadamizni yorib o'tishga urindi. Ammo bu urinish o'xshamadi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining boshqariluvchi raketa esminachisi Ummon ko'rfazida Touska kemasini to'xtatib, ularga ogohlantirish berdi.
Eronlik ekipaj itoat etishdan bosh tortgach, harbiy kemamiz uning dvigatel bo'linmasini teshib, kemani o'z joyida to'xtatdi, dedi Tramp. U dengiz piyodalari kemani nazoratga olib yukni tekshirayotganini qo'shimcha qildi. Shuningdek, Tramp ushbu kema AQSh Moliya vazirligi sanksiyalari ostida bo'lganini aytdi. Eron javob choralari ko'rishdan ogohlantirdi. Eron AQShning yuk kemasiga uyushtirgan hujumini sulhni buzish deb baholadi. Kema Xitoydan kelayotgani ma'lum qilindi. Eron harbiylari markaziy shtabi Hazrat Xatam al-Anbiya vakili 20-aprelga o'tar kechasi dronlar yordamida Amerika harbiy kemalariga zarba berilganini ma'lum qildi. Agressiv Amerika sulhni buzdi va dengiz qaroqchiligi harakatlarini amalga oshirdi, dedi Eron harbiy kuchlari markaziy shtabi vakili. Ma'lumotlarga ko'ra, kema AQSh tomonidan o'rnatilgan blokadani chetlab o'tishga uringan. Islomoboddagi muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugagach, Tramp Hormuzni blokada qilishni buyurgan edi. Eron harbiylari 18-aprel kuni Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan tanker va konteyner kemasini o'qqa tutdi. Hindiston bayrog'i ostidagi VLSS tankeri Eronning ikkita artilleriya kemasi tomonidan hujumga uchragan. Hozirda ekipaj va kemaning o'zi xavfsiz holatda. Ta'kidlanishicha, konteyner kemasi ham hujumga uchragan. U ham Hindiston bayrog'i ostida harakatlangan. Kema noma'lum snaryad bilan nishonga olingan. Oqibatda ba'zi konteynerlarga shikast yetgan. Kelishuvdan voz kechsa Eronni osonlikcha yo'q qilamiz. Tramp muzokaralar oldidan yana tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni sulh bitimi shartlarini buzganlikda ayblab, Tehronni mamlakatning ko'priklar va elektr stansiyalari kabi muhim infratuzilma obyektlarini yo'q qilish bilan yana bir bor ogohlantirdi. Ayni paytda Yaqin Sharq neft tashiladigan Hormuz bo'g'ozi yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda u o'zining Turi Social ijtimoiy tarmoq sahifasida ma'lum qildi. Uning da'vo qilishicha, Tehron 2 haftalik sulh kelishuvini qo'pol ravishda buzgan. Eron kecha Hormuz bo'g'ozida o't ochishga qaror qildi. Bu o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvimizni to'liq buzish demakdir. Zarbalarning aksariyati Fransiya kemasi va Buyuk Britaniyadan kelayotgan yuk kemasiga qaratilgan edi. Xo'sh, bu xunuk ish bo'ldi, deb yozdi u. Trampning so'zlariga ko'ra, uning vakillari allaqachon Islomobodga yo'l olgan va muzokaralar o'tkazish uchun ertaga kechqurun u yerga yetib boradi. Shuningdek, u Eronning Hormuz bo'g'ozini yopish qarorini g'alati deb atagan. Chunki bo'g'oz allaqachon AQSh qurolli kuchlari tomonidan to'sib qo'yilgan. Ular o'zlari bilmagan holda bizga yordam beryapti va aynan ular yopiq o'tish yo'li tufayli kuniga $500 million yo'qotmoqda. Qo'shma Shtatlar hech narsa yo'qotmaydi. Aslida hozirning o'zida ko'plab kemalar yuk ortish uchun AQShning Texas, Luiziana va Alyaska shtatlariga yo'l olmoqda, deydi AQSh prezidenti. Trampning ta'kidlashicha, Washington Tehronga juda adolatli va oqilona kelishuv taklif qilmoqda. Agar rad etilsa, bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi bilan tahdid qilmoqda. Ular osonlikcha qulaydi va agar kelishuvni qabul qilmasa, so'nggi 47 yil davomida boshqa prezidentlar Eron masalasida qilish kerak bo'lgan ishni amalga oshirish men uchun sharaf bo'ladi, deb yozgan Tramp.